Salom do'stlar, sizlar bilan men Xlantix. Bugungi videoda men shu yerda juda ham kuchaymoqchiman, kuchli bo'lish. Xo'sh, qanunda ketdi. Xo'sh, mana birinchi o'rinda daraxt chopib olamiz. Va nihoyat tugatdik. Xo'sh, sizni. Xo'sh, endi yog'ochni olib resurslar yasaymiz. Birinchi o'rinda crafting table и 8 ta cho'p. Endi biz masalan yog'och kirka yasaymiz. Yog'och kirkani yasab ham oldik. Endi tosh qo'ylaymiz. Xo'sh. Tosh qo'ylaymiz. Xo'sh. Ana birinchi toshimiz. Mana toshlarni qazib oldik. Endi esa toshli asboblarga o'tamiz. Birinchi o'rinda kirka. Xo'sh. Ana endi topor va qilich. Endi to'g'rilab olsam hammasi yaxshi bo'ladi. Endi bu yerda chopib, yana biroz tosh qo'ylaymiz. Ana endi toshlarni qazib oldik. Endi yuqoriga chiqamiz va endi biroz daraxt ko'lab daraxtni ham endi chopib oldik. Endi olib, bagmi bu? Qanday bag bo'ldi? Xo'sh, e'tibor bermaymiz va yana daraxt ko'laymiz. Mana ikkinchi daraxtimiz ham quladi va o'tinni olib qo'yni o'ldiramiz. Xo'sh, endi birinchi jun va birinchi ovqat menda tayyor va shu tomonga yurib, balkim endi savanna tomonga yuramiz. Nomini bilmayman. Agar bilsangiz kommentariyaga yozib qoldiring. Shu qishloq ko'p chiqqani uchun men shu tomonga ketyapman. Agar bilmaydiganlarga va like va obuna bosish esdan chiqmasin do'stlar. Xo'sh, ana endi qo'ylarni o'ldiramiz. O'l. Qaytasa? Mayli. Jigarrangni o'ldiramiz endi. O'l. Nihoyat o'ldi. Ikkita jun bo'ldi bizda. Xo'sh, mana shuni o'ldirsak, uchinchisi ham bo'ladi. Xo'sh, ana endi o'ldi. Xo'sh, shakar qamish bor ekan. Shakar qamish topib ketsak, biz qishloqni yoki biranda joy topganimizda o'zimiz yashaydigan o'shda ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, ana endi ketdik. Yo'lda davom etamiz. Yana bitta qo'y o'ldiramiz buni ham. Endi xo'sh, qani yo'lda davom etamiz va yana shakar qamish bor ekan. Shakar qamishni sindiramiz. Shakarni ham oz shirin deganda bizda, lekin shakar qamish. Xo'sh, yo'lda davom etamiz. Yana biroz shu daraxtlardan chopib olsam, balkim foyda beradi. Xo'sh do'stlar, mana daraxtni yana chopib oldik va endi biz yo'lga tushsak ham bo'laveradi. Daraxt kim qo'ydi yo'lga? Xo'sh, ana endi shu tomonlarga ketsak, balkim qishloq chiqib qolish ehtimoli katta. Xo'sh, qani? Yo, bu tomonda suv bor ekan. Mana shu tomonga borakmi yoki shaxtagami? Shaxtaga kirsak yaxshiroq bo'ladi. Undan oldin esa biz biroz resurslarimizni sal to'g'rilab olsak yaxshiroq bo'lardi. Xo'sh, birinchi o'rinda biz bironta rang yig'ishimiz kerak. Masalan, sariq yoki qizil.
qizil yig'sak yaxshiroq bo'larkan, negaki u 3 ta ekan. 3 ta bo'lgani bizga foyda. 3 ta qo'ydi junini qizilga bo'yasak zo'rroq bo'ladi. Qani unda, xo'sh, qizil rangni yasab olamiz va qizil jun 2 ta va 3-si ham tayyor. Va yotoq yasaymiz. Endi yotoqni ham yasab oldik va endi biz 2 ta pechka yasadik. Endi pechkani qo'yib ko'mir olishimiz kerak. Ana shu pechkadan xo'sh 9 tasi bunga, 8 tasi bunga. Endi bunda 8 tasi, 9 tasi bunga, 8 tasi bunga va birinchi bizni pechkada pishgan ko'mirimiz va uni almashtirsak o'rnini sal pechka yaxshiroq yonib, bizga yana 7 tayu 16 tacha ko'mir berib qolishi kerak. Xo'sh, qo'ydik. Bunga 3 ta qo'yib yubordim. Lamani bolasi. Buncha chiroyli bu bolacha. Yo'q, qizchamiki. Hali farqi yo'q. Biz hozir 3-chi nimani ham yasashimizga to'g'ri kelib qoldi. Xo'sh do'stlar, endi yana 2 ta tosh ko'lab, yana 3-chi pechkamizni ham yasab olsak zo'rroq bo'lardi. Demakda qishloq zombi yonib ketyapti ekan, bechara. Bola. Yoki akasi yo dadasi bo'lgan. Mayli, pechkani yasaymiz. Pechka endirmen. Hozir endirmen bilan urushsam yutamanmi yo yo'qmi, qayiq bilan. Yotoqqa bosib qo'yay. Xo'sh. Ana endi bitta qayiq yasab olib, qanisa endirmen. Biriga bir urushaman, kelib oldim. Qiz bola ekan, qochib ketdi. Bechara bola. Qorong'i bo'lyapti ekan, endi uxlaveramiz. Nima pechka o'chib? Daraxt qolmabdi. Hammasi ko'mir bo'lib ketibdi-yu. Ha, mayli. Xo'sh, endi yana ko'mirlar olaman va men uxlashga tayyorlanaman va pechkalar sindirib, verstakni ham sindirib, endi uxlaveraman. Uxlayman va tong otadi. Pechni sindiraman va yo'limda davom etaman. Mashkonga kirsak bo'ladimi? Yo'q. Ikkita Creeper aka bizni kutyapti ekan. Ketaverdik biz. Ikkita portlab shuncha qurganim, ya'ni narsalarim yo'q bo'lib ketadi. Mayli. Xo'sh, boshqa shaxtaga kiramiz. Ko'mir bor ekan. Xo'sh, Creeperlar kelmayapti. Endi ko'mirni olsam zo'rroq bo'lardi. Xo'sh, ko'mirni ham ko'lab bo'ldim. Xo'sh, ana endi ana shu to'g'rimdagi shaxtaga kirsam ham bo'laveradi. Chetga yotoqni olib bosib qo'ysam o'lib ketmayman har holda. Xo'sh, ko'mirni ko'laymiz. Yana bitta ko'mir va yana bitta ko'mir, yana bitta va yana bitta. Buncha ko'p ko'mir. Yana ko'mir va yana bitta qora ko'mir. Buncha ko'p ko'mir bu yerda. Xo'sh, endi yana bitta ko'mir. Xo'sh, yana ko'mirni qo'lab oldim va endi fakel yasab qonga tushsam, va yo'q, pastga tushdim va yo'q, o'ldim. Voy, narsalarimni ola olamanmikan? Yo'q.
yarimta jon. Davay, olishim kerak. Yo'q, skelet. Yo'q, yana o'lib qoldim. Bitta olamiz. Agar pastga tushganimda bit qo'yishga ulgursam eplashim mumkin, lekin bitsiz yana o'lib boshqa joydan paydo bo'lib qolishim ko'proq. Xo'sh, pastga tushamiz. Skelet o'l. Tushib ketdi. Tushmabdi. O'lib ket. O'l. Voy, yana skeletdan o'ldim. Xo'sh, bu yoqqa sakraymiz. Shu yerdan tushsam, balkim eplab olarman. Tushadigan joy yo'q ekan. Unda shu kon tomonga boramiz. Konni chiqish yo'li chiqmaymikan? Mayli. Xo'sh, yo'limni yo'qotib qo'ydim. Afsuski. Lekin aniq narsalarni yana qaytadan qila olishga ishonaman. Xo'sh. Xayr do'stlar, bu videoning ikkinchi qismi ham chiqadi. Shu kanalga obuna va like bosib qo'ying. Ko'rishguncha xayr.